Xo'p, bugun sizlarga ko'p ma'lumot berishga harakat qilamiz. Aminoasid haqida ko'p eshitgansizlar, aminoasid ozuqasi haqida. Men Nuriddin bilan so'rashdim, qayta so'rashib yotmayman. Nuriddin, qolmang ishlar bilan. Salomat bo'ling aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Bo'lyaptimi ishlar? Albatta yaxshi, Xudoga shukr. Eng e'tibor beradigan jihatimiz aminoasid o'g'itlari O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Bu haqida hozir sizlarga Nuriddin bilan to'liq ma'lumot beramiz. Men bu yoqqa o'tsam sal qulayroq bo'lar ekan. Albatta. Avvalo o'zingizni tanishtirsangiz, familiyalaringiz bilan. Ismim Xolmurodov Nuriddin. Aminoasid kompaniyasining bosh mutaxassisi agronomi bo'laman. Yashang. Hozirgi kunda PhD professorlik darajasida ozgina qoldi yetishimizga. Malades, zo'r. Unaqa bo'lsa Surxondaryolikligingizni ham aytib qo'ying. Bizning zemlyaga ilmli zemlyalarimiz bor, baraka toping. Aminoasid kompaniyasi bitta amaki bor edi. Igor Borisovich. Ha, Igor Borisovich. Ular men uchun bu safar kelmagan. Keling, rus tilida ozgina muammo bor edi. Ular bilan gaplashishga qiynaladim. Yaxshi bo'ldi mana o'zimizni. Nuriddin, aminoasidni men anchadan beri bilaman, lekin tarkiblari, qanaqa qo'llanilishi, o'zi O'zbekistonda qaysi joylari ishlab chiqarilyapti, to'liq ko'proq qismimi, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Juda o'rinli savol, chunki aynan bu nima bo'yicha ham juda ko'p obunachilarimiz so'rashadi, fermerlarimiz qiziqishadi. Bu albatta tabiiy hol, chunki ular olayotgan mahsulot haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlaydi. Aminoasid asosan o'zimizning O'zbekistonni Toshkent viloyati va Bo'zsuv tumanida zavodimizda ishlab chiqariladi. O'zimizda asosiy oziq moddalar, kerakli xom ashyolar o'zimizda chiqadi. Aynan shuning uchun ham milliy brend asosida ishlab chiqaramiz va hozirgi kunda 7 dan ortiq davlat bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ya'ni tashqi davlatlarga eksport qilamiz. Eksport ham boshlagansiz. Albatta. Zo'r, barakasini bersin. Bir videolaringizni ko'rib turaman. Mutaxassislaringiz ham, o'zingiz ham bir amafos berishni hojati yo'q. Demak, biz yerga ko'pchilik so'raydi, yerga qancha amafos berib yuboraylik deydi. Bizda standart bor, 300 kilo yoki 350 kilo deymiz, yo'q. Tuproqni analiz qiling, tahlil qiling, tahlil natijasini kelib chiqsangiz to'g'ri bo'ladi deb aytamiz. Lekin sizlarning tavsiyalaringizda bizni o'g'itlarimizdan bersangiz amafosga hojat bo'lmaydi degan joy bor. Shuni bir izoh berib ketsangiz. Chunki aynan bunga sabab bizda ishlab chiqariladigan o'g'itlar asosan, misol uchun aminoasid fosfatni oladigan bo'lsak, o'simlikni fosforga bo'lgan talabini deyarli 90-95% qondiradi. Ya'ni barg orqali ishlashda. Sababi u o'simlikka berilganda birdan yuvilib ketmasdan yoki hazm qilib yubormasdan o'simlikni vegetativ va generativ rivojlanish fazalarida o'simlikda to'planadi va aynan aktiv holatida to'planib o'simlik uchun kerakli fazada sarflanadi. Bu iqtisodiy jihatdan ancha qulay, ishlash yuqori, chunki hozir juda ko'p beriladigan amofoslarimiz ham tuproq tarkibi to'g'ri o'rganilmasdan berilishi natijasida birikma holatida qolib ketishlari ham kuzatilyapti. Sababi mineral o'g'itlar berilishda tuproq strukturasi, pH, YSS va o'simlik tomonidan qabul qilinishi kerak bo'lgan normalar noto'g'ri aniqlanishi evazida ham shu holat kelib chiqadi. Shuning uchun ham biz barg orqali ishlashda birinchidan tuproqni mikroflorasini saqlaymiz va o'simlikka kerakli bo'lgan oziqalarni o'z vaqtida kerakli fonda bera olamiz. Endi shu o'rinda natijasi qanaqa deganda menda sal hayron qolaman. Qani bir natijasi qanaqa? Qanaqa natija ko'rasizlar? Albatta, natijalari fermerlarimiz juda ko'p, mana respublikamiz bo'yicha ham qo'shni davlatlarda ham juda ko'p ishlatishadi. Natijalar juda yuqori, g'alladan 100-110 sentnergacha olib chiqiladi. Bemalol. Bu bizning hozirgi yangi proyektimiz ketyapti, ya'ni g'alla 70+, ya'ni bizning strategiya, mana e'tibor bersangiz, har bir rivojlanish, ya'ni ekin turi bo'yicha maxsus dasturlarimiz bor. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana maxsus dasturlarimiz bor. Aynan bu o'simlikni standart holati bo'lib, har bir rivojlanish fazasida kerakli mikro-makro elementlar, ya'ni aminokislotalarni va bundan tashqari mineral o'g'itlarni berish bo'yicha tayyor tajriba, 10-15 yillik tajribani asosiy fundamentidan kelib chiqilgan. Bu orqali ishlaganda dehqon juda ko'p holatlarda, har bir o'zingiz bilasiz, o'simlikda rivojlanish fazalari shundayki, o'zini fazasida kerakli oziqani bermasangiz yoki kechikib bersangiz foyda natija kechikadi. Aynan shuning uchun bu jarayonda har bir vaqtni to'g'ri belgilab, to'g'ri berish biz uchun eng yuqori natijaga olib keladi. Zo'r, baraka toping. Endi siz baribir ilmiy yondashingiz, ilmingiz yuqoriligi ko'rinib turibdi. Gap yo'q, malades, baraka toping. Xo'p, sizlar bilan bog'lanmoqchi bo'lsa, endi hozir bu yerda ko'rgazma bo'lyapti, odamlar ko'p. Bu yerda bemalol suhbatlashishga sal qiyinroq vaziyat, sharoit uni taqozo qilmayapti, lekin sizni gaplaringizni eshitib, shoshmachi bu aminoasidni nima balo bo'ldi bu desa, muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz
kimga murojaat qiladi, qaysi telefon raqamiga murojaat qiladi yoki qaysi ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizga murojaat qilishadi, shularni aytsangiz. Bizda ijtimoiy tarmoqlar barchasi YouTube, Instagram, Telegram, Facebook hammasi bor. Ijtimoiy tarmoqdan qidirganda sizlarni nima deb qidirishadi? Asosan aminasit.uz deb qidirsa, barcha ijtimoiy tarmoqlardan kelib chiqamiz. Telefon raqamlari aytildi, qadrli do'stlar. Aminasit bo'yicha mana shu Nuriddin ukamizga murojaat qilsangiz bemalol bo'ladi, chunki ozuqani aytilayotganda hali Nuriddin sentinellarda ham aytib o'tdi, bu ideal holatda yerda tuproq tahlili qilinganda, analiz qilinganda, bular bilan maslahat qilib, o'sha ko'rsatkichlar, parametrlar bo'yicha aniq agrotexnik tadbirlar olib borilganda o'sha yuqori natija beradi. Uning uchun bularni o'zlari bilan maslahat qilib, fikr almashib, ana undan keyin o'sha yuqori natijani qo'llasalaringiz bo'ladi. Xudo xohlasa, like tugmalarini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, obuna bo'linglar, qadrli do'stlar. 8% odam obuna bo'lib ko'ryapti, 92%, 8% ga yetmaydi, 92% tomosha qiladigan muxlislarimiz obuna bo'lmasdan ko'rishyapti. Sizlarning obuna bo'lishlaringiz, like bosishlaringiz bizga motivatsiya bo'ladi. Biz odamlar ko'rayotganda, odamlarga, insonlarga bir foydali, manfaatli ma'lumot yetkazayotganimizda xursand bo'lamiz va sizlarga bundan keyin ham bir manfaat bo'ladigan agrotexnika, qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini yetkazamiz. Rahmat Nuriddin, baraka toping. Sog' bo'ling. Rahmat.